10 ming shu 5 tasi. O'zbekistondagi eng optim arzon bozor Qo'qonda desam ishonasizmi? Bu yerdagi narxlarni ko'rib sotuvchilik qiyin kelib ketadi. Bular necha pul ekan-ki? Optimga 5 ming. O'zi oyoq ochiq 5,5. 5,5. Bular pachkiga necha pul ekan? Qaysidir? 9 ming. Kichik g'alatlar necha pul ekan? 20. Bularchi kattalar? 42 ming. Shapkachilar optimga necha pul ekan bular? 6,5 ming. Yempirlar necha pul ekan? 22 ming. Bozorlar mahallalarda ham bo'lar ekan. Sotuvchilar ko'pligidan bitta mahallani bozor qilib olishgan ekan. Bu ko'ylaklar atiga 55 ming so'mdan ekan, razmerlari 48 dan 54 gacha ekan. Ana odamlar obedgacha bozorni qilban bo'lishyapti ekan. Aslida bozor obedda boshlanib kechki payt. Optimga necha pul qalatchalar? 25 ming, 40 ming ekan. Bular 25 ming bo'lsa kerak. Kattalar 40 ming. Optimga necha pul bular? Akasi 95 ming deyapti. Nechta bo'ladi? Ikkita bo'ladi. 47,5 ming.